Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz buyrak bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlari haqida suhbatlashamiz. Buyrakda shamollash bo'ladigan bo'lsa, buyrakda duz bo'ladigan bo'lsa, buyrak puchayishi bo'lsa, hattoki buyrakda kista o'simta bo'ladigan bo'lsa, buyrakka dializ olib turgan bo'lsa ham bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni mo'jizaviy tabiiy giyohlari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlari mumkin. Bemorlarimiz tavsiya qilaman. Endi shunaqa bemorlar keladi, buyrakni ahvoli jiddiylashib, kista bor, o'simta bor, jarrohlik yo'li qo'llatdik, ximiya nur oldik, bitta buyrakim puchaygan, qurigan, bitta buyrakim ham qurib boryapti, dializ olaman hozirgi kunda degan bemorlarimiz ko'plab uchrab turibdi. Judayam o'zlarimizga e'tiborli bo'lib, vaqtida davolanib, vaqtida o'zimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar e'tiborli bo'lmasak, buyrak ahvoli jiddiylashib, shu jarrohlik yo'li qo'llashga va dializ olishga olib keladi. Shuning uchun iloji boricha vaqtida mana iloji bor ekan, Allohim dard beribdiki, darmonini ham berib qo'yibdi. Lechini olib bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringiz mumkin. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga, dializ olishga umuman hojat yo'q. Faqat tabiiy giyohlar yordamida shifoli bo'lasiz. Dializ olsangiz ham, buyrak almashtirsangiz ham bunaqa shifoga ega bo'lmaysiz. Qanchalik ximiya nur olsangiz ham, jarrohlik yo'li o'tirsangiz ham buyrak sog'lom buyrak bo'la olmaydi. Shuning uchun iloji boricha imkon qadar tabiiy giyohlar yordamida shifoli bo'lishga harakat qilinglar. Bemorligingiz esingizdan chiqadi. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat yo'q. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosinglar, shunchalik sog'likka ega bo'lasizlar. Yuqori efirlarda aytib o'tganimdek, bemorlarga Allohim shifosini berishini so'rab qolamiz. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasini tilab qolamiz. Layklaringizni bosaveringlar.